Mazkur loyihamizning ajralib turadigan tomoni shundaki, loyihamiz ixcham bo'lishiga qaramasdan o'z ichiga anchagina mehmonxona hamda san'uzellarni oladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan har doimgidek men Mehroj. Loyihamiz umumiy 17 metrga 46 metr yoki 8 sotixli yer maydoni uchun mo'ljallangan bo'lib, asosiy korpusimizning o'lchami 14 metr 80 sm ga 11 metr 85 sm va darvozaxona tarafimiz esa 17 metrga 13 metr 60 sm ni tashkil qilib, o'z ichiga bitta mehmonxona, bitta oilaviy xona, 5 ta yotoqxona, 2 ta san'uzel hamda bitta hojatxonani oladi. Do'stlar, kanalimiz rivoji uchun hamda videomiz ko'plarga manfaatli bo'lishligi uchun video ostida bir donadan like qoldirishni unutmang. Fikr mulohazalaringizni ham kommentariyada kutib qolamiz. Bizni faoliyatimiz bilan yaqinroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimizga o'tishni tavsiya qilamiz. Telegram kanalimiz esa video ostida описаниеda qoldirib o'tilgan. Biz esa boshlaymiz. Loyihamizni tushuntirishni avvalambor albatta ko'cha tomonimizdan boshlaymiz va uyimizning, ya'ni loyihamizning razmerlariga yana bir bor to'xtalib o'tamiz. Mana shu loyihamiz hozirgi holatda ko'cha tomoni 17 metr, enigi esa 46 metr, ya'ni 8 sotixli yer maydoniga joylashgan. Loyihamiz tushayotgan uchastka xuddi mana shunday tarzda joylashgan bo'lib, yon tarafda hamda mana shu hozir ko'rib turgan oq mashinamiz tarafdan asosiy ko'cha o'tib ketgan. Bizning holatimizda uy egasi darvozaxonani yon tarafdan bo'lishini xohladi. Agarda sizga mana shu loyihamiz ma'qul kelgan bo'lsa, sizda bir tomonda yo'l o'tgan bo'lsa yetarli, ya'ni yoki o'ng tomondan yoki chap tomondan o'tgan bo'lsa ham mana shu loyihamiz bemalol 8 sotixli yer maydoniga mos kelib joylashib ketadi. Uyimizga kirish uchun alohida darvoza qismi hamda kalitka qismi qoldirib o'tilgan. Buning sababi esa bu yerga mashinani kirgizib qo'ysangiz, bemalol yonboshdagi kalitkadan ham ichkariga kirib chiqish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va bundan tashqari ko'rib turgan bo'lsangiz, kalitkamizdan kirganimizdan so'ng o'ng tomonda bitta qo'l yuvish uchun rakvinani qoldirib ketganmiz. Shuning oldida esa zina joylashgan bo'lib, bu zinamiz bizni mehmonxonaga olib kiradi. Mehmonxonaga qadam ranjida qiladigan bo'lsak, bu yerda ham anchagina keng mehmonxona bo'lib, eng qiziq tomoni bu mehmonxonamiz darvozaxonani o'zida joylashgan va asosiy uyga bog'lanmagan. Mehmonxonamizning derazalari uyimizning old tomoniga qaratib loyihalangan. Mehmonxonamizdan qaytib chiqamiz. Navisimiz anchagina keng, bu yerga xohlasangiz ikkita mashinani joylashtirib qo'yishingiz mumkin. Yo'qsa, agarda bitta mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, to'g'rida bemalol bitta kattagina so'ri uchun ham joy mavjudligini ko'rib turibsiz. Navisimizning oxirida esa tashqari uchun alohida hojatxonani ham loyihalab ketganmiz. Endi esa mana shu ko'cha tomondagi korpusimizning razmerini eslatib o'tadigan bo'lsak, ko'cha tomonimiz aytib o'tganimizdek eniga 17 metrni tashkil qiladi va bu G shaklida bo'lib, mana shu G shaklini oxirigacha esa mehmonxona bilan birgalikda 13 metrdan iborat. Asosiy uyimizning o'lchami esa fasad qismi 14 metr 80 sm ni tashkil qilsa, enigi esa 11 metr 85 sm ni tashkil qiladi. Hovlimizning landshaftning dizayni ham o'zgacha bo'lib, ko'proq yashil maydon qolishiga e'tibor qaratdik. Uyimizning o'zi chap tarafga ko'proq tiqilgan bo'lib, o'ng tomonda esa uyimizning orqa tomoniga o'tish uchun 1,5 metrga yaqin joy qoldirilgan. Va albatta uyimizning orqa tarafida ham xuddi mana shunday chiroyli qilib yashil maydon, yozgi oshxona hamda ko'rib turganingizdek bitta besetkani ham joylashtirib qo'yganmiz. Endi esa ko'p kuttirmasdan uyimizni ichkarisi tomon kiramiz. Uyimizni ichkarisiga xuddi mana shu eshigimizdan kiramiz. Kirganimizdan so'ng eng birinchi bo'lib tambur qismiga duch kelamiz. Tamburimizga kirganimizdan so'ng esa chap tarafda bitta kattagina shkaf uchun joy qoldirib ketilgan. Undan so'ng esa ikkinchi eshigimizni ochib ichkariga kiradigan bo'lsak, o'ng tomonimizda kattagina hol mavjud. Bu holda nafaqat dam olib o'tirish imkoniyati mavjud, balki
balki qavm qarindoshlar kelganda xuddi mana shunday davra bo'lib maza qilib tamaddi qilish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Bundan tashqari esa chap tarafdagi eng birinchi xonamiz bizni oshxona qismimiz hisoblanadi. Oshxonamizning ham panoramli derazalari uyimizning old tarafiga qaratilgan. Undan tashqari oshxonamiz ham yetarli darajada kenglikka ega bo'lib, ichkarida ham bemalol tamaddi qilsangiz bo'ladi. Bu xonamizdan ham qaytib chiqamiz va to'g'riga qarab yurishda davom etamiz va xuddi mana shu joyda eslatib o'tamizki, uyimizning ichki dizayni shunchaki tushuncha bo'lishi uchun to'ldirilgan bo'lsa-da, siz aziz muxlislar uchun maksimal darajada mebellarni chiroyli joylashtirib, albatta hammasini tasavvurga keltirish uchun birma-bir qo'yib chiqdik. Va buning hammasi mening o'zimning emas, balki jamoamizning mehnati hisoblanadi. Do'stlar, mana shu mehnatni qo'llagan holatda layklarni bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz. Oshxonaning orqa tarafida esa alohida sanuzelimiz mavjud. Sanuzelimiz ham ikkita xonadan tashkil topgan. Birinchisiga albatta xuddi mana shunday bitta qo'l yuvish uchun rakvinani va uning ostiga bemalol kir yuvish mashinasini ham joylashtirib qo'ysak bo'ladi. Undan ichkaridagi xonada esa xohlasangiz dush, xohlasangiz vanna qilib joylashtirsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda bitta unitazga ham joy topiladi. Agarda xohlasangiz dushni o'rniga, agarda xohlasangiz vannani o'rniga dushoy kabina qilib joylashtirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Endi esa bu xonamizdan qaytib chiqamiz. Bu xonaning orqa tomonida esa alohida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona qismi mavjud va xuddi mana shunday umumiy ko'rinishga ega do'stlar. Bu yotoqxonamizning derazasi uyimizning orqa tomoniga qaratilgan. Bu xonamizdan ham qaytib chiqamiz. Va xuddi mana shu joyda uyimizning orqa tarafiga chiqish uchun ham bitta kattagina eshik qoldirib o'tilgan. Chunki avval boshda aytib o'tganimizdek, uyimizning orqa tarafida ham yetarli darajada kattagina maydon mavjud. Do'stlar, hali hammasi emas. Bundan tashqari mana shu loyihamiz o'zining mansarda qismiga ega. Loyiha avvalda e'tibor bergan bo'lsangiz, tomimiz oddiy qilib qo'yilgan bo'lsa-da, uyimizning mansarda qismini xuddi mana shu oddiy qilib yopilgan tomning ostiga joylashtirganmiz. Planirovka shunday olinganki, zinalardan chiqqanimizda odamning boshi tegmaydigan darajada mana shu qiyalikda olingan. Va bundan keyin bir varakayiga 4 ta xona, ya'ni 4 ta yotoqxona hamda bitta sanuzelimiz joylashadigan qilib planirovkasini tuzib chiqqanmiz. Eng birinchi bo'lib zinadan chiqqanimizda chap tarafdagi xonamiz bir kishilik bolalar yotoqxonasi va bu yotoqxonaning derazasi uyimizning yon tarafiga, yon ko'chasiga qaratib ketilgan. Endi esa bu xonamizdan qaytib tashqariga chiqamiz. Buni yonboshdagi xonamiz ham yana bitta yotoqxona hisoblanadi. Buni ham xohlasangiz ota-onalar yotoqxonasi, xohlasangiz esa bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu yotoqxonaga esa ko'rib turganlaringizdek qo'shimcha havo aylanish tizimini qo'ysak yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan keyingi xonamiz ham yotoqxona hisoblanadi va xuddi mana shu joyda qoldirib o'tilgan. Agarda sizga mana shuncha yotoqxona ko'plik qilsa, bemalol birontasini demak namozxona yoki bolalar uchun o'yin xonasi yoki kutubxona sifatida foydalanish uchun bersangiz bo'ladi. Bu yotoqxonaning yonboshida esa ikkinchi qavat yoki to'g'riroq aytadigan bo'lsak, mansarda uchun umumiy qilib sanuzelimiz qoldirib ketilgan va biz bu yerga dushoy kabina bilan xuddi mana shunday unitazlarni birgalikda joylashtirib qo'ydik. Bu xonamizdan ham qaytib chiqamiz va eng so'nggi o'ng tarafdagi xonamiz ham bir kishilik yotoqxona hisoblanadi va bu yotoqxonaning ham derazasi uyimizning yon tarafiga qaratib o'tilgan do'stlar. Endi esa pastga birinchi qavatimizga qaytib tushamiz. Koridorimiz, zinalarimiz xuddi mana shunday qilib joylashtirib ketilgan va bularning hammasi 14 metr 80 santimetrga 11 metr 85 santimetrli o'lchamlarni ichida joylashib ketgan. Tomimizni ham ko'rsangiz, mana shunday sindirib yopilmagan, balki oddiy usulda qilib yopilib ketilgan. Mana bu esa uyimizning yon tarafidan ko'rinishi albatta do'stlar.
Boya ko'rsatib o'tgan yotoqxonamizning derazasi xuddi mana shu joyda, ikkinchi derazasi esa chap tarafda qoldirib o'tilgan. Bugun sizlar bilan mana shu kamtarona loyihamizni ko'rib o'tdik. Agarda sizni videomizni qo'llash uchun like bosish esingizdan chiqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Va xuddi biz mana shu joyda to'xtatamiz. Keyingi loyihalarimizda yana g'oyibona ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.